Do'stlar, mana korobkani zubini ko'ryapsizlarmi? Mana butun zub qolmagan. Bunda nechta skors qoldi aka? Bitta skor qoldi. 3 bilan 7 bu boshqa skor. FAW JK6 furgonidamiz. Mana korobchi ayb qaysi prokuratkada bo'ldi aka bu yerda? Bunda ayb faqat shoferda bo'ladi, boshqa. Ana u sidiniya bilan rul orasidagi prokuratkada ayb bo'lgan. Xitoy mashinasidan nolinasizmi aka? Yani olishni to'g'ri fikr. Necha tonna yuk ortyapsiz bunga? Bu o'zi bizda podiyoma 18 tonna bo'lsa, 25 tonna yuk bosamiz. Otangizga rahmat. Xitoy mashinasidan nolib bo'lmaydi, meni shaxsiy fikrim. Shunda hammaning yo'q. Xudoga shukr, hamma narsaga o'zining tarasi bor. Tarasini ortsak ish bilan bo'lmaydi. O'zimiz O'zi dizelga moslashgan mashina bo'lsa, uni yangiligida siz peredilka qilib gaz qo'yyapsiz-da yana. Yana misol uchun 25-30 tonna yuk ortyapsiz. Yana har reys har xil sho'pray deyapti buni. Yana nima qilib bersin Xitoy mashinasi aka? Yaxshi chidab beribdi. Qancha probeg yurdi mashinangiz? 250 ming. Mayli aka. Xudo xolasa endi bu yog'iga sho'pirga bahor bo'lasiz-da inshaalloh. o'zim aytayman aka, bunday. Baraka toping.